Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, obunachilar. Murod akademiyasi sho'rchi sig'roq yosh iqtidor egalari ikkinchi qism. 5-mavzu masalalarni tenglama tuzib yechish degan mavzuga kelamiz hozir. Tushuntiramiz o'quvchilarga. Bugungi mavzumizda masalani o'rganamiz, faqat masalani tenglama tuzib ishlashni o'rganamiz. Shunchaki ishlamaymiz, tenglama tuzib ishlaymiz. Birinchisi, hop, sho'rchi sig'roq 5-mavzu. Bugun sana 31 mi? İkinci qism. Birinchisi. Mana hozir vaqtimiz ko'p ekan. O'girganmiz, mayli. 10 ta misol o'girsak ham 10 ta misol oldinga yurgan bo'lamiz. Endi vaqtimiz kamda javob berib yura olmaymiz. Bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham misol ishlashimiz kerak. Berilgan ikki sonni yig'ini so'raysiz olmishib keting. Hozir keyin guruhdan so'rayman, men narxonaga o'taman. Mayli, hozir kirasiz. Berilgan ikkita sonni yig'ini so'raysiz olmishib keting. Birinchi son bor, ikkinchi son bor. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 464. Agar ikkinchi son birinchi sondan 7 marta katta bo'lsa, ikkinchi son birinchi sondan 7 marta katta, demak buni 7x buni x desam bo'ladimi? Shunda ikkinchi son birinchi sondan 7 marta katta bo'ladimi? Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, 7x qo'shilgan x teng 464. 8x 464 bo'ladimi? Bundan x topsam 464 ni 8 ga bo'laman. X teng 58. Endi joyiga borib qo'yaman. Birinchi son x ning o'zimida 58. Ikkinchi son 7x midi? Ha, 758 qo'ying. Son bilan harfning orasida ko'rmaning ko'paytirish bor. Video ko'paytirish bo'ladi. 350 56. 350 56. 406. Tushundikmi? Nimaga buni 7x deb belgilagan bilangmi? Bu x bo'lsa bu 7 kare x deganda 7 marta katta bo'lishi. Ha, 7x ga x qo'shsam 8x bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak 464 deyapti. Ikkinchi masala. Mahliyo o'g'illar Nozim va Mirzabekka jami 32 ta kitob olib berdim. Demak, Nozim bor ekan, Mirzabek bor ekan. Biz to'liq yozishni shartlaymiz. Bu belgilashlar sizlar tushunishlaringiz uchun. Nozim va Mirzabek jami 32 ta kitob olgan ekan. Hop. Agar Nozimga berilgan kitobda son, Mirzabekka berilgan kitobda son 3 marta kam. Nozim Mirzabekdan 3 marta kam. Biz marta kam bilan takamni imkon qadar kamroq ishlatishimiz kerak. Nozim Mirzabekdan 3 marta kam degani. Mirzabek Nozimdan 3 marta ko'p degani. Demak, buni 3x va buni x desam bo'ladimi? Shu belgilash Nozim Mirzabekdan 3 marta kam degan jumla ifodaladi. Doskaga qarang. Sen nimaga tushunmaysan? Chunki doskaga qaramaysan. Unga qarab, doskaga qarang. Nozim Mirzabekdan 3 marta kam bo'lish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun men Mirzabekdan 3 marta ko'p qildim. Bu 3x va bu x bo'ladigan bo'lsa, shu belgilash Nozim Mirzabekdan 3 marta kam degan jumla ifodalaydi. Belgilashga tushundinglarmi? Yo'qsa ikkalasini qo'shaman. 32 ga tenglashtiraman. 4x 32 2 8. Demak, Nozim x ning o'zimida 8, Mirzabek 3x 38 qo'yib ko'pchilik o'quvchi. Qaydan chiqdi desa 8 olib kelib qo'ydimda. Olib kelib qo'yilmaydi u. Ko'paytirish qilib olib keldilar. 24. Qaranglar, Nozim Mirzabekdan 3 marta kammi? To'g'ri. Ikkalasini qo'shsak 32 chiqadimi? To'g'ri. Bizda ikkinchisida Mirzabekda qancha kitob bor deb Mirzabek so'rayapti. 20 ta. Tushunarli? 5-masala. Al-Xorazm maktabi 5-sinf o'quvchi 3 ga keldi. Uzr. Al-Xorazm maktabidagi 5-sinf o'quvchilar soni Prezident maktabidagi 5-sinf o'quvchilar sonidan 5 marta ko'p. Demak, Al-Xorazmiy Prezident maktabidan 5 marta ko'p ekan. Demak, men buni Al-Xorazmiyni 5x desam, Prezident maktabidan x desam bo'ladi. Yaxshi. Endi ikkalasini qo'shsak 144 ta deyapti. Ikkalasini qo'shsam 5x qo'shilgan x teng 144, 6x 144, x topsam 24. X 24 degani Al-Xorazmiyda 5x 5 kare 24 bo'ladimi? 120. Prezident maktabida x ning o'zi 24. Tushundikmi? 4-savol. Qishloqda jami 450 ta uylar bor. Bular yog'och yoki g'ishtdan qurilgan. Ikki xil uylar bor ekan. Yog'och uyda Y deb belgilangan, g'isht uyda G deb belgilangan.
Bularni shunday deb bellasam, jami 450 ta. Yog'ochlar va g'ishtlar 450 ta. Agar yog'och uylar soni, g'isht uylar soni 8 marta kam. Yog'ochlar g'ishtlardan 8 marta kam. Bu degani g'isht yog'ochdan 8 marta ko'p bo'ladi. Masalan. Xo'p, Murod Sanjardan 2 marta katta degani, Sanjar Muroddan 2 marta kichkina deganmi? Bundan esa o'qsan kichkina bo'ldi, bundan esa o'qsan katta bo'ladi. Masalan, yog'ochlar g'ishtlardan 8 marta kam bo'lsin degani, g'ishtlar yog'ochlardan 8 marta ko'p bo'lsin degani. Bu 8 marta ko'p bo'lishi kerakmi? 8x. Shuning uchun buni 8x, buni x deb bellasam bo'ladi. Ikkalasini qo'sh 450 deb belashtiramiz. 9x 450 x 50. Tushunarlimi? 5-savol. Malika bir hafta davomida 20 ta baho oldi. Ulardan 4 tasi 4 baho, 5 baho, demak 4 tasi 4 baho bo'lsa. 5 baho. Bular g'isht so'rayaptim. X 50 ekan. Endi yog'och topib qo'yadigan bo'lsak 50 bo'ladi, g'isht topib qo'yadigan bo'lsak 8 ga 50 400 bo'ladi. Malika 5 baho olgan, 4 baho olgan, 3 baho olgan. Ulardan 4 tasi 4 baho. 4 baholar 4 ta ekan. 5 baholar 3 baholardan 7 marta ko'p. 5lar 3lardan 7 marta ko'p. Bu 7x bo'lsa bu x deyapti. Jamini qo'shadigan bo'lsak nechta? 20 ta. Xo'p, 4 ni ayirib yuborsam 16 bo'ladimi? 7x ga x qo'shsam 16. X teng 2 olib kelib qo'ysam, demak 5 baholar 10 ta, 3 baholar 2 ta. 6-savol. O tutturamı? Araç gitme, özür dilerim xato qilib ketdim. 6-savol. Bir son ikkinchi sondan 34 ga kichik. Birinchi son, ikkinchi son. Kichkinani ham plus bilan belgilab olish kerak. Bittasini keyingisidan 34 ta kichkina qilishimiz kerakmi? Demak, keyingisi bundan 34 ta katta bo'ladimi? Shuni belgilasam bo'ladimi? Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 2 chiqish kerak. 35x emas. Bir son ikkinchisidan 34 marta katta demayapti. 34 ga katta deyapti. 34 marta katta bo'lsa 34 ko'paytiriladi. 34 ga katta bo'lsa 34 qo'shiladi. Shahrizod doskaga qara. Ga katta bilan marta kattadan farqi bor. Ga katta qo'shish, ga kam takam ayirish. Marta ko'p ko'paytirish, marta kam bo'lish. Endi bu 34 taga katta deyapti. Shuning uchun x plus 34 deyman. Ikkalasini qo'shsam 2 chiqish kerak. Mana ikkalasi qo'shsa 2, 34 nariroqqa o'tkazsak 166. Shundaymi? X topsam 83. Joyiga barib qo'ysam. Birinchisi 83, ikkinchisi 83 plus 34. 117 bo'ladimi? Hamma tushunyaptimi? Qo'yar hammasi. 100 bo'ldi. 100 bo'ldi. 5-mavzu. Bunda sinf ishini ham bering. Sinf ishi 1 dan 8 gacha. Eshitsa ham 1 dan 8. Sal kamroq bo'ladi asosiydan. Takrorlashimiz qayerga kelgan? 6 kerak. 16. Ikkinchi qism. Birinchi qismdanmi? 16-mavzu eshitsa va test. Shoshmanglar, kamlik qiladi. Chunki asosiydan kam bo'lsa beryapman-da. 16 va 17 dan ishlaysizlar. Faqat uyga vazifasini ko'chirib olsanglar bo'ldi. Mana bir sinfni uyda ko'chirib qo'yasizlar.